Shuni o'limligimga ishlatarsizlar. Xo'p bo'ladi, dadajon. Turing, yotavermasdan choyingizni iching. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Ertalabdan hojatxona yuvganimdan keyin nima bo'lsin? Shunaqa jonimga tegib ketdi. Dadangiz orqasini tozalab yurish. 5 mahal tahorat qiladilar. Ketlarini men tozalayman. Hamma yosuv bo'lib yotibdi. Men tozalashim kerak. Endi menga qara. Qaro odam bo'lsalar, qo'llari qaltiraydi. Tushunsang bo'ladi-yu. Qachongacha chidayman bunaqa qilib? Qachongacha mana shunaqa yashaymiz? Men sizga nima, cho'ramanmi? Abdulla aka, dadajonni undan ko'ra qishloqqa jo'nataylik. Biz ham tinch yashardik. Kiyimlaringizni hammasini yashtiryapman, dada. Bitta ikkitasi qolib ketmasa yana, o'zingiz ko'rib olarsiz-a? Rahmat qizim. Qizim, mana buni ham soling. Hali bu yerlarga qaytamanmi? Yo'qmi, Xudo biladi. Ha, qizim, yana bir gap. Mana bu omonat. Bu nima? Ozginagina omonat. Umraga boraman deb yiqqan edim. Endi u yerlarga borishga sog'lig'im yetadimi, yo'qmi? Uni Xudo biladi. Shuni o'limligimga ishlatarsizlar. Xo'p bo'ladi, dadajon. Ha, dada. Tinchlikmi, dada? O'g'lim, men qishloqdagi uyimizga ketmoqchiman. Onang rahmatlining ham mozori o'sha yerda. Bir qadam bo'lsa ham yaqinlashaman-da. Bu gap sendan chiqdimi? Yo'q, nimaga mendan chiqadi? O'zlarini ketgilari keldi. Gapiring o'zingiz, dadajon. O'zingiz aytdingiz-ku. O'g'lim, men o'zim shuni xohlayapman. Shunaqa qilganimiz ma'qul. Sizlar ham xotirjam yashaysizlar. Mayli-ku, dada. Lekin borsiz, u yoqda sizga kim qaraydi? Issiq sovingizdan kim xabar oladi? O'g'lim, nasibani Xudo beradi. Shunday ekan xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana qog'ozlaringizni tashlab yuboraymi, dadajon? Yo'q, qizim, bering menga. Menga bering. Nima bu, dada? Bu sen bolaligingda ayb ish qilib qo'ysang, menga xat yozarding. O'shalar rasmini yurib. Qani, ko'ring. Dada, uyda oynani sindirib qo'ydim. Faqat urushmang, iltimos. Dada, meni tug'ilgan kunimga velosiped olib bering. Dadajon, men sizni yaxshi ko'raman. Sizlarni sog'insam, bularni qayta-qayta o'qiyman. Qo'lingdagi nima? O'limliklariga yiqqan ekanlar. Shuni berdilar. Bu mabodo o'lib netsam, kami ko'stimga ishlatarsizlar. Siz hech qayerga ketmaysiz. Voy, bu nima deganingiz? Nega yo'llarni to'sasiz? Qo'ying, mazza qilib dam olib kelsinlar. Ha, qarindoshlarini ko'rib kelsinlar. Ey! O'chir ovozingni. Bor chiq. Dada, hech qayerga ketmaysiz. O'g'lim, men siz tinchgina yashaysizlar. Seni ham bolalaring bor. Oilang tinch bo'lsin. Xotirjam bo'lgin deyman-da bolam. Mendan xavotir olma. Qarindosh urug'im bor, jiyanlarim bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dada, bolalarim menga ota bo'la olmaydi. Yoshligimda oynani sindirgan bo'lsam, hozir ko'nglingizni sindirib qo'ydim. Iltimos, dadajon. Meni kechiring. Nodon o'g'lingizni kechiring. Kechiring, dada. Men tashlab ketmang. Siz nima qilaman? Ketmaysiz hech qayerga. Iltimos, ketmaysiz. Xo'p, ketmayman. Dada hech qachon o'z bolasini tashlab ketmaydi.